Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter bozori obunachilar bugun sotuvda tayyor Mercedes-Benz. Mashina kamchiligi yo'q, olib minishga tayyor mashina. Video davomida narxlarni ma'lumotini aytib o'tamiz. Video boshlanmasdan like, podpiska tugmasini bosib qo'yamiz. Ming 1995-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy, uzunligi. Bortini uzunligi 4 metr. Salon qismlari akkurat uzunligi, hamma joyi radnoy, pollari ham radnoy turibdi. Mashina olib minishga tayyor mashina. Rama holatlari butun uzunligi. Ikkita 80 talik metan baloni bor. Ne qiziq bo'lsa. Motori 602 motor. Rullari gidravlika. Mashina kraskalari ham radnoy. Ay qismlari. Oldi pistoletlari butun holatda. Kimga qiziq bo'lsa 4 tonnagacha yuk oladi mashina bemalol. Shunlari. Umuman kamchiligi yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa buni yengilroq beramiz. Beton balonlarni ham sroki yangi, hali bor sroki. Orqa balonlari yangi. Bortining uzunligi 4 metr. Kimga qiziq bo'lsa yengilroq berib yuboramiz. Manzilimiz chustda akali. Zadniy moslari uzunligi. O'sha umuman kamchiligi yo'q. Bemalol pastdagi telefon nomerlarga aloqa chiqib bog'lansanglar bo'ladi. Kelishtirib berib yuboraman. Buni sherigi ham bor yana bitta.